Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 22-avgust sanasiga göre o'zlarimizda Urganch dehqon bozor, ya'ni Tilla Feruza akamiz tochkasida maktab o'quv qurollari uchun aksiyani zo'r bor ekan. Xudo xolasa bugun narxlar tushdimi? Birgalikda ko'ramiz, shartlari nechik bo'ladi, shu narxdan chet olsa bo'ladi. Birgalikda ko'ramiz. Kanalimizni rivoji uchun bir like bosib, obuna bo'lib, yakınlara yorib, ya'ni kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib turing. Esa bir yandan boshlaydigan bo'lsak, ya'ni maktab o'quv qurollari masalan obunachilar naskiladan boshlaymiz. Ya'ni ishurdagi ko'rib turgan barcha jenskiy, muskoy kattalarimiz uchun bo'lgan naski xohlarimiz 4 donasi 10 ming so'm. 2 donasi berilmaydi bu yerda. 4 donasi 10 ming so'mdan sotiladi obunachilar. Ishurdagi ko'rib turgan barcha naskilaringiz xohlarimiz. Endilikda penal so'rab edingizlar. Penal narxlari hozir beda Feruza akamiz obzor etib bersa bo'ladi. Klientni ko'ribsizlar, odam jumligidan usbet etolmaydi bu obunachilar. Endi penallarni aytadigan bo'lsak, ya'ni qaranglar. Bu yerda eng arzon penalimiz 2000 so'mdan boshlanadi obunachilar. Ko'rganlaringiz 2000 so'mdan va 45 ming so'mgacha bor. 45 minglikni chiqib so'rashingiz mumkin. 45 minglik kodli bo'ladi obunachilar. Yana bemalol 100 mi, 00 mi, 111 mi xohlan bir kodni qo'yatdan o'zi uchun ruchka qalamdan solib bemalol ishlatib yuraveradi. Eng asosiy to'zmaydi o narsa. Keyin daftar so'radingizlar. Daftarlarimiz obunachilar xudo xolasa 24 betlidan boshlanadi. 96 betgacha bo'lgan. 23 ming, 25 ming, 27 ming oralig'ida bo'ladi. Bemalol yasangizda bo'ladi. Endilikda 12 yillik daftarlarimiz obunachilar kiloga sotib turibdi. Ko'rganlaringizdek. Buni kilosini chason Feruza aka 15 ming so'm kiloga. Bir klientimizga 1 kilodan ko'p parasini bermaysizmi? Yo'q, agar vajda ko'proq bo'lsa, 20 ming 300 ga qilib beradi. Aha. Bo'lsa 1 kilo. Bu yerda no nelar bor? Yo'q, chaqmoq, yozuv hammasidan bormi? Bor. Aha. Kichik yo'q, katta yo'q, iri yo'q, kichik. Aha. Ajoyib. Yine yurtdoshlar xulosa aksiyani zo'ri 15 ming so'mdan. Boshqa bilasizlar 17 ming so'mda, endilikda 15 ming so'mga tushdi. Keyin rasm daftarlarimiz 2,5 ming so'mdan boshlanadi eng arzoni ko'rganlaringiz va kitob deyishlarimizdan ham 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'ladi obunachilar. Qo'qoqlarning deyishlaridan topiladi. Bu yanimizda ruchkalar. Ruchkalarimiz kami tilla 20 xildan bormi uni kam? Nechta? Ruchkani ko'pi bor o'g'il. Ey, makara so'mkalangiz so'm. Sumkalar 85 mingdan. 85 ming. Xohlaring, ha? Ruchkani necha xili bor ekan? Ruchkani hozir bir 10 xili bor. Boshqasi qolmadi. Asoyan aksiyada ruchkang bormi? Mana ketyapti, kelgani ketyapti. Aha. Ajoyib. Necha so'm uni? Xudo xolasa 15 ming so'mdan patkasi. Aha. Yo'nak ham o'chirgichlisi bormi dedilar? O'g'a buni turi ko'p. Bularning turi ko'p o'g'a mana. Aha. Minut ursa o'chiradi, minut ursa yonadi o'g'a. Yonadi. Necha so'm? 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. Ana, bering bir klientga. 10 ming so'mdan. Obunachilar sirkul desalarmi, unda chilaylarimiz, boyaqlarimiz hammasidan bor. Yana ko'rganlaringizdek, xudo xolasa aksiyam necha kun bo'ladi? Necha kungacha xudo xolasa faoliyat olib boramiz Xudo endi. xolasa 25-kungacha sotiladi o'g'a. Mana nasib qilsa 25-kungacha. Ko'p yurtdoshlarimiz YouTube'dan odam aniqladi endi. Bir g'olibimiz 300 minglik nabonda. Birinchi kuni dushanba kuni aniqlaymiz o'g'a. Asa uni YouTube'dan aniqlaymiz. YouTube'dan aniqlaymiz o'g'a. Yurtdoshlar, ishi videoga kommentariy omad so'zi nazarsiz bo'lgani bir dona, keyin Arzon Plus, ya'ni ish kanalimizga obuna bo'lasiz, qarabsiz, siz o'yin ishtirokchilari aylanib turibsiz. Birinchi o'yinimiz 300 ming nabonni Instagramda o'tiradi. Endi bu safar ikkinchisini xudo xolasa YouTube'da o'tiramiz sizlar bilan birgalikda. Xudo xolasa shartlarni bajaringlar, ya'ni Arzon Plus bizning kanalimizga obuna bo'ling, kommentariy o'z fikrlaringizni, omad so'zini yozib qoldiringlar, bo'ldi. Bizlar kommentariyada aniqlaymiz shuni. Random orqali va o'zingizning jonli efir bo'yida aniqlaymiz. Xudo xolasa bemalol kelib, xudo xolasa birinchi 2 kun vaqtimiz qoldi. 2 kun ichida yozib maksimal shu videoni tarqatib qo'yinglar. Instagramdan biz obzorni chiqardik. Instagramda xolosada ko'rsangiz bo'ladi. Obzorchi bola obuna bo'lib, xudo xolasa ajoyib narxlarda bo'ladi. Urganch dehqon bozorimiz tarafdan, Pavlon tarafdan, ya'ni 5 blok tarafga chiqaverishingizda obunachilar 10 qo'llaringizdan messamiz bo'ladi. Bemalol kelib xaridlanib ketsangiz bo'ladi. Hammangiz kutamiz. Like va obunachilardan esa vaqt yetdi, start berildi o'yinimizga. Hammangiz kutamiz.